sizlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizlar ham shu yergami? Ha, navbat kutib o'tiribmiz. Maylimi, men kelib chiqsam, haligi ishim ko'proq edi. Amaki, katta kishisiz, uyalmaysizmi? Ya, nima erkak kishi kasal bo'lmaydimi qizim? Birinchi marta bu kasalxonaga kelishim ularni xafa qilmaydi endi. Baraka topganda kirib chiqing. Amaki, siz yangi joydami? Axir erkaksiz, uni ustiga juda ham qari. Nima, qari odam yemaydimi? Ha? O'ylab gapiringlar, baraka topinglar. Ya amaki, qanaqa g'achasiz? Bu ginekologiya, ayollar vrachi, erkaklarniki emas. Ular qilib qari odamni laqillatmaydi-da, ginekologiyasi yozilganda. Mana o'qib ko'ringlar. Biz ham unaqa emasmiz. Amaki, siz ginekologiyaga emas, gematologiyaga borishingiz kerak. To'g'ri, o'qishni bilmaysizmi, ha? Gematolog. Gunoh dabdalasini chiqaraman. Dada, bugun bayram. Qo'ying, ertaga gaplashamiz. Ertaga kech bo'ladi. Juman aka. Bormisiz? Bormisiz?